darvozalar qo'yib qo'yishibdi. Ichkariga kiramiz. Darvozaxonamiz remontiga alohida e'tibor berilgan. Oyoq taglariga bino dizayniga moslab shunaqa trenddagi plitkalardan terib qo'yishibdi. Hovli o'rtasida archalari ekilgan zelyoniy zonalarimiz bor. Orqaga esa kladovka, hojatxona va so'rilar qo'ygani hamda yozgi oshxona qilgani shunaqa navesli joylar qilib ketilgan. Bino ichiga kirganimizda keng hol, o'ngda ikkinchi qavatga chiquvchi zinamiz, chapda esa mehmonxona o'rin olgan. Uyimiz to'qli pol va radiatorlar orqali isitiladi. Poldan keyin studiya formatdagi oshxonamizni ko'rsalar bo'ladi. Yoniga oilaviy ovqatlanib, dam olib o'tiradigan zona qilish mumkin. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda keng koridor, 3 ta xona va 2 ta sanuzellar joylashtirilgan. Kommunalkalardan gaz svet suvlari zo'r, ayniqsa gazlari qishda ham baland bo'ladi deyishyapti. Plus kanalizatsiyalari ham bor. Shunaqa uylardan niyat qilgan bo'lsangiz, videoga like bosib, izohlarda niyat qildim deb yozib qoldiring. Alloh yaqin kunlarda niyatingizga yetkazsin. Ushbu Farg'ona shahriga yaqin bo'lgan Pakana hududi yangi kottejlardagi 307 soatlik 5 xona tayyor bitgan gaz svet suvlari zo'r hovlimizga egalari 109 ming narx belgilashibdi. Yana kelishtirib berishadi. Pastda